Bugungi mavzu pensiya oladigan har bir inson uchun juda muhim. Gap faqat pul qachon tushadi degan savolda emas. Bugungi avgustdan boshlab pensiya oluvchilar uchun ayrim tartiblar, tekshiruvlar, hujjat va ma'lumotlarni solishtirish masalalari ancha jiddiylashadi. Oldingidek oy boshida pul keladi. Men hech narsa qilmasam ham bo'laveradi degan yondashuv endi ko'p holatda xavfli bo'lishi mumkin. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, turmush o'rtog'ingiz yoki qo'shningiz pensiya olsa, bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Men bugun sizga oddiyda tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Endi nimaga e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Qaysi xatolar sabab pensiya kechikishi yoki vaqtincha to'xtashi ehtimoli bor? Videoni hoziroq yoqtirib qo'ying, kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday mavzularda bir kun kech qolish ham odamni ovora qilishi mumkin. Avvallari ko'pchilik pensiya masalasiga juda oddiy qarardi. Pensiya tayinlangan. Har oy bank kartaga tushadi yoki naqd shaklda yetkaziladi. Tamom. Odamlar o'zining pasport ma'lumoti yangilanganmi? Yashash manzili o'zgarganmi? Bank kartasi faolmi? Telefon raqami o'z nomidami? Ishonchnoma muddati tugaganmi? Bularning ko'piga e'tibor bermasdi. Chunki ko'p holatda tizim sekin ishlarda ayrim xatolar keyinroq aniqlanardi. Ba'zan odam bir necha oy o'tibgina muammo borligini bilardi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, pensiya to'lovlari va pensiya oluvchining ma'lumotlari elektron bazalar orqali ko'proq solishtiriladi. Ya'ni pensiya faqat men oldin olib yurardim degan asos bilan davom etavermaydi. Davlat organlaridagi ma'lumotlar, bankdagi ma'lumotlar, FHDYO, migratsiya, doimiy yashash manzili, nogironlik, ish staji, ishga joylashish holati, bank kartasi egasi haqidagi ma'lumotlar bir-biriga mos kelishi kerak. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Lekin men ekspert sifatida shuni aytaman. Pensiya tizimida eng ko'p muammo pul yo'qligidan emas, hujjatdagi kichik nomuvofiqliklardan chiqadi. Masalan, familiyada bitta harf boshqacha yozilgan bo'lsa, pasport yangilangan bo'lsa-yu, pensiya jamg'armasidagi ma'lumot eski bo'lib qolgan bo'lsa, bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, pensiya oluvchi boshqa viloyatga ko'chib ketib ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, pul tushishi kechikishi mumkin. Odam esa pensiyani kesib tashlashdi deb o'ylaydi. Aslida muammo ko'pincha tekshiruvdan o'tmagan ma'lumotda bo'ladi. O'rin bekish avgustdan keyin ayniqsa shuni tushunish kerak. Eski odat bilan yurib bo'lmaydi. Har bir pensiya oluvchi o'z ma'lumotini tekshirishi, hujjatlarni tartibga keltirishi, bank va pensiya jamg'armasidagi yozuvlar bir xil ekanini bilishi kerak. Agar siz o'zingiz yurishga qiynalsangiz, farzandingiz, nevarangiz yoki ishonchli yaqinlaringizdan yordam so'rang. Chunki muammo chiqqandan keyin yugurishdan ko'ra oldindan tekshirish ancha oson. Asosiy qism kimlar bilishi kerak? Kim xavotir olishi kerak va kimlar tinch bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda pensiyani bank kartasi orqali oladiganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Ko'pchilikning kartasi muddati tugab qoladi, lekin odam buni sezmaydi. Masalan, sizning pensiyangiz har oyning 10 satasida tushadi. Karta muddati esa avgust oyida tugagan. Bank avtomatik ravishda pulni qabul qilmasligi yoki karta blok holatda bo'lishi mumkin. Siz bankomatga borasiz, pul yo'q. Keyin bankka borasiz, bank karta muddati tugagan deydi. Pensiya jamg'armasiga borasiz, u yerda pul jo'natilgan deyishadi. Natijada siz 2-3 kun, ba'zan bir hafta ora bo'lasiz. Buning oldini olish uchun kartangizning amal qilish muddatini hoziroq tekshiring. Ikkinchi guruh pensiyani naqd oladiganlar yoki boshqa odam orqali oladiganlar. Masalan, yosh katta onaxon yura olmaydi. Pensiyani o'g'li olib keladi. Agar bu ishonchnoma orqali qilinayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugamagan bo'lishi shart. Ko'p odamlar o'tgan yili notariusdan qildirganmiz, hali yurar deb o'ylaydi. Lekin ishonchnoma muddati aniq yoziladi. 1 yil bo'lsa, 1 yildan keyin kuchini yo'qotadi. Shunda pensiya berilmay qolishi mumkin. Bu pul bekor bo'ldi degani emas, lekin olish uchun yana hujjat yangilash kerak bo'ladi. Agar odam kasal bo'lsa, uyga notarius chaqirish, shifokor ma'lumotnomasi olish, yaqinlarning kelish kerak bo'ladi. Bu esa ortiqcha xarajat va asab. 3-guruh pasport yoki ID kartasini yaqinda almashtirganlar. Masalan, avvalgi pasportingizda ism O'g'loy deb yozilgan. Yangi ID kartada O'g'loy ko'rinishda transliteratsiya bo'lgan. Yoki tug'ilgan sana, familiya, otasining ismi bazada boshqacha tushgan. Bu arzimas ko'rinsa ham,
Elektron tizim uchun bu ikki xil odamdek ko'rinishi mumkin. Ayniqsa bankdagi ma'lumot bitta, pensiya bazasidagi ma'lumot boshqa bo'lsa, to'lovda kechikish bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun ID karta olganingizdan keyin pensiya bo'limiga yoki bankka ma'lumot yangilanganini tekshirdirish foydali. 4-guruh yashash joyini o'zgartirganlar. Masalan, siz Andijonda ro'yxatda turibsiz, lekin hozir Toshkentda farzandingiznikida yashayapsiz. Pensiya kartaga tushayotgan bo'lsa, bir qarashda muammo yo'qdek. Lekin ayrim holatlarda manzil, hududiy ro'yxat, tibbiy ko'rik yoki boshqa xizmatlar bo'yicha savollar chiqadi. Agar siz boshqa hududga butunlay ko'chgan bo'lsangiz, ro'yxat va pensiya ishi qaysi hududda ekanini aniqlashtirib qo'ying. Ayniqsa nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Ijtimoiy nafaqa oluvchilar uchun manzil ma'lumotlari muhim bo'lishi mumkin. 5-guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda eng katta nuqta tibbiy xulosa nogironlik muddati va qayta ko'rik sanasidir. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz bo'ladi, ayrimlari esa ma'lum muddatga beriladi. Agar qayta ko'rik sanasi o'tib ketgan bo'lsa, tizimda muddati tugagan degan holat paydo bo'lishi mumkin. Odam esa men ahvolim o'zgarmadi-ku deydi. To'g'ri, ahvol o'zgarmagan bo'lishi mumkin, lekin hujjat muddati uzaytirilmagan bo'lsa, to'lovda muammo chiqadi. Shuning uchun nogironlik hujjatlarini alohida papkaga solib, muddati qachon tugashini yozib qo'ying. Endi kimlar tinch bo'lishi mumkin? Agar sizning ID kartangiz yoki pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, ismingiz va familiyangiz barcha hujjatlarda bir xil bo'lsa, nogironlik yoki boshqa qo'shimcha hujjat muddati tugamagan bo'lsa, siz ortiqcha xavotir olmang. Lekin baribir bir marta tekshirish zarar qilmaydi. Chunki ko'p odam menda hammasi joyida deb yuradi. Keyin bitta raqam yoki bitta harf savol ovora bo'ladi. Birinchi misol. Olisin 8 yoshli aka har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Pensiya kartaga tushadi. Avgustda pul tushmadi. U kishi pensiyamni to'xtatishdi deb vahima qildi. Tekshirilsa bank kartasi muddati tugagan. Pul jamg'armadan chiqib ketgan, lekin karta qabul qilmagan. Yangi karta ochildi, ma'lumot yangilandi, pul keyin tushdi. Bu yerda muammo pensiya bekor qilingan emas, bank ma'lumotida bo'lgan. Ikkinchi misol. Bir onaxonning pensiyasini qizi ishonchnoma bilan olib yuradi. Ishonchnoma 12 oyga berilgan. 13 oy kelganda to'lov berilmaydi. Qiz nega bermayapsizlar? Har doim olardim-ku deydi. Chunki huquqiy asos tugagan. Yangi ishonchnoma rasmiylashtirilgach, masala hal bo'ladi. Demak, yaqin odam bo'lishning o'zi yetmaydi, hujjat amalda bo'lishi kerak. Uchinchi misol, 6 yoshli ayolning familiyasi nikohdan keyin o'zgargan. Lekin eski mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, arxiv ma'lumotida esa otasining ismi qisqartirib yozilgan. Pensiya tayinlash yoki qayta hisoblashda bu muammo bo'ladi. Odam men o'tgan yil ishlaganman deydi. Lekin tizim hujjatlar bir shaxsga tegishli ekanini tasdiqlang deyishi mumkin. Bunday vaziyatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. 4-misol. Pensiyalar qo'shimcha ishlamoqda. Pensiya olishi mumkin, lekin ayrim turdagi ustamalar, kompensatsiyalar yoki ijtimoiy to'lovlar ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar odam ishga kirganini yashirsa yoki ish beruvchi ma'lumotni noto'g'ri topshirsa, keyin ortiqcha to'langan summa aniqlanib, qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun baribir bilishmaydi degan fikr juda xavfli. Hozir elektron tizimlar avvalgidan ko'ra ko'proq bog'langan. Eng birinchi nozik jihat pensiya kechiksa. Bu har doim pensiya kesildi degani emas. Ko'p hollarda kechikish texnik sabab bank kuni, dam olish kuni, karta holati. Ma'lumot yangilanishi yoki hududiy tekshiruv bilan bog'liq bo'ladi. Lekin siz jim o'tirmasligingiz kerak. Agar odatda 8 sanada tushadigan pul 11 sanagacha tushmasa, bankdan va pensiya jamg'armasidan aniqlang. Bir oy kutay demang. Chunki muammo hujjatda bo'lsa bir oy kutish uni hal qilmaydi. Aksincha keyingi oyga ham ta'sir qiladi. Ikkinchi nozik jihat telefon raqami. Bugun ko'p xizmatlar SMS bank ilovasi tasdiqlash kodi orqali ishlaydi. Pensionerning kartasi farzandining telefon raqamiga ulangan bo'lishi mumkin. Bu oila ichida qulay ko'rinadi, lekin xavfsizlik tomonidan ehtiyot bo'lish kerak. Agar telefon raqami yo'qolsa, sim karta boshqa odamga o'tib ketsa yoki farzand chet elga ketib qolsa, bank amaliyotlari qiyinlashadi. Eng to'g'risi, pensiya oluvchining o'zi yoki ishonchli vakili nazorat qiladigan raqam bo'lishi kerak.
Uchinchi nozik jihat bank kartasini birovga berib qo'yish. Men buni juda ko'p ko'raman. Katta yoshli odam kartasini pin kodini nevarasiga yoki qo'shnisiga berib qo'yadi. Borib pul olib keladi deydi. Lekin keyin karta orqali pul yechilib ketadi, kommunal to'lov qilingan bo'ladi, qarz yopilgan bo'ladi, odam esa bilmay qoladi. Huquqiy tomondan pin kodni berganingizdan keyin isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun pensiya kartasini hech kimga to'liq topshirmang. Agar yordam kerak bo'lsa, bankdan qonuniy yo'lini so'rang. Ishonchnoma yoki qo'shimcha xizmatlardan foydalaning. 4-chi nozik jihat, vafot etgan pensioner nomiga pul tushishi. Bu juda jiddiy masala. Agar inson vafot etsa, uning yaqinlari tegishli organlarga xabar berishi, dafn puli, meros hisobdagi mablag' kabi masalalarni qonuniy tartibda hal qilish kerak. Ba'zan oila a'zolari kartada pul borligini bilib uni yechib olishadi. Keyin bu noqonuniy olingan mablag' sifatida qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu yerda biz oila a'zosimiz degan gap yetarli bo'lmaydi. Har bir to'lovning qonuniy egasi bor. Vafotdan keyingi mablag'lar esa alohida tartibda ko'riladi. 5-nozik jihat chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda yashayotgan bo'lsa, pensiya to'lovini davom ettirish, tiriklik fakti, bank amaliyotlari, ishonchnoma va konsullik hujjatlari masalasida alohida talablar bo'lishi mumkin. Bunday holatda kartaga tushyapti-ku deb beparvo bo'lmang. Ayniqsa karta muddati tugasa yoki bank qo'shimcha tasdiq so'rasa, chet eldan turib hal qilish qiyin bo'ladi. Oldindan konsullik. Bank va pensiya jamg'armasi bilan tartibni aniqlashtirish kerak. 6-nozik jihat, pensiyani qayta hisoblash. Ko'p odamlar pensiya tayinlangandan keyin endi bu summa umr bo'yi o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda ish staji bo'yicha yangi hujjat topilsa, arxivdan ma'lumot chiqsa, oldin hisobga olinmagan davr tasdiqlansa, qayta hisoblash so'ralishi mumkin. Lekin bu avtomatik bo'lmaydi. Siz ariza berishingiz, hujjat topshirishingiz, asos ko'rsatishingiz kerak. Masalan, odam 1995-1992 yillarda korxonada ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda arxiv topilmagan. Keyin arxiv ma'lumotnomasi topildi. Shunda pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qilib qayta ko'rib chiqishni so'rash mumkin. Natija har bir holatda hujjatga bog'liq, lekin imkoniyatni tekshirish kerak. 7-nozik jihat, ortiqcha to'lov. Agar tizim xatolik bilan sizga ko'proq pensiya yoki nafaqa to'lab yuborsa, odam davlat berdi, demak meniki deb o'ylashi mumkin. Lekin keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlansa, qaytarish talab qilinadi. Bu ayniqsa noto'g'ri ma'lumot berilgan, ish holati yashirilgan, hujjat muddati tugagan bo'lsa ham to'lov davom etgan holatlarda uchraydi. Shuning uchun summangiz birdan keskin oshib ketsa yoki odatdagidan boshqacha pul tushsa, sababini aniqlang. Bu sizni keyingi qarzdorlikdan himoya qiladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugun yoki ertaga aniq nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilish muddati tugamaganmi? Ism, familiya to'g'rimi? Tug'ilgan sana bir xilmi? Otasining ismi hujjatlarda mosmi? Shularni ko'ring. Agar pensionerning eski hujjati bo'lsa, yangisi olingan bo'lsa, yangi hujjat ma'lumotlari bank va pensiya jamg'armasida yangilanganini aniqlang. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Kartaning old tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Masalan, 1924 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil avgust oyigacha amal qiladi degani. Muddati yaqinlashgan bo'lsa, bankka borib yangilang. Kartangiz bloklanmaganmi? Pin kod esingizdami? SMS xabarnoma qaysi raqamga ulangan? Shularni tekshiring. Agar bank ilovasidan foydalansangiz, kirish imkoniyati borligini ko'ring. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling yoki telefon orqali aniqlang. Mening pensiya ishimdagi ma'lumotlar dolzarmi? Pasport ma'lumotim yangilanganmi? To'lov usulim to'g'rimi? Qarzdorlik yoki hujjat bo'yicha ogohlantirish yo'qmi? deb so'rang. Agar borishga imkon bo'lmasa, yaqinlaringizni ishonchnoma bilan yuborish mumkin. Ayrim xizmatlarni davlat xizmatlari markazi orqali yoki elektron tizimlar orqali ham tekshirish mumkin. Lekin hududingizdagi amaliy tartibni albatta aniqlang. 4-qadam. Ishonchnoma bilan pensiya olinayotgan bo'lsa, uning muddatini ko'ring. Notarial ishonchnomada sana aniq yoziladi. Muddati tugashidan oldin yangilang. Agar pensioner yura olmaydigan bo'lsa, notariusni uyga chaqirish tartibini so'rang. Buning uchun odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensionerning roziligi va ayrim holatda tibbiy holatni tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin.
Beshinchi qadam, nogironlik yoki boshqa imtiyoz hujjatlarini alohida tekshiring. Nogironlik guruhi muddatsizmi yoki muddatlimi? Qayta ko'rik sanasi qachon? Tibbiy xulosa bazaga kiritilganmi? Bularni bilib qo'ying. Agar muddat yaqin bo'lsa, oxirgi kunga qoldirmang. Tibbiy ko'rik, hujjat yig'ish, navbat, komissiya va natija chiqishi vaqt oladi. 6-qadam, ish staji va qayta hisoblash imkoniyatini ko'rib chiqing. Agar sizda eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, harbiy xizmat, bola parvarishi, korxona ma'lumotlari yoki oldin hisobga olinmagan davrlar bo'lsa, ularni tartibga soling. Hujjatlarning nusxasini oling, aslini yo'qotmang. Pensiya bo'limiga ariza yozganda pensiyamni qayta hisoblab bering deb umumiy yozishdan ko'ra, qaysi davr, qaysi tashkilot, qaysi hujjat asosida so'rayotganingizni aniq ko'rsating. 7-qadam. Barcha to'lovlarni yozib boring. Har oy pensiya qachon tushdi, qancha tushdi? Oldingi oy bilan farq bormi? Shuni oddiy daftar yoki telefonda qayd eting. Masalan, iyul oyida 1.320.000 so'm tushdi. Avgustda 1.320.000 so'm tushdi. Sentabrda 1.220.000 so'm tushdi. Farq bo'lsa sababini so'rang. Bu odat sizni noaniqlikdan saqlaydi. 8-qadam. Hech kimga PIN kod, SMS kod va bank ilovasi parolini bermang. Hatto yaqin qarindosh bo'lsa ham. Pul masalasida aniq tartib bo'lishi kerak. Agar yordam beradigan farzand bo'lsa, bankka birga boring, qonuniy yo'lini so'rang. Kod keladi, aytib yuboring degan qo'ng'iroqlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Pensiya oluvchilar firibgarlar uchun juda zaif guruh hisoblanadi. Chunki ular ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. 9-qadam. Agar pensiya tushmasa, harakat tartibi shunday bo'lsin. Avval bankdan karta va hisob holatini tekshiring. Bankka pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasi pul jo'natilgan desa, bankdan yozma yoki aniq ma'lumot so'rang. Agar hujjat muammosi aytilsa, qaysi hujjat, qaysi sana, qanday tuzatish kerakligini yozib oling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Kerak bo'lsa, ariza kiriting va arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxa oling. 10-qadam. Oilada bitta mas'ul odam belgilang. Agar uyda pensioner, ota-ona bo'lsa, har bir farzand boshqasi qaraydi deb yurmasin. Bitta odam kartaning muddati hujjat, shifokor ko'rigi, ishonchnoma, pensiya tushgan sanani kuzatib borsin. Bu oiladagi tortishuvlarning ham oldini oladi. Pul masalasi ochiq va tartibli bo'lsa, keksa odam ham xotirjam bo'ladi. Demak, asosiy fikr shunday: 25 avgustdan keyin pensiya oluvchilar uchun beparvolik qilish xavfli. Oldingidek hammasi o'zi yurib ketadi deb o'tirish to'g'ri emas. Hujjatlar bank kartasi, yashash manzili, ishonchnoma, nogironlik muddati, telefon raqami va tizimdagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Pensiya kechiksa, vahima qilmang, lekin jim ham o'tirmang. Sababini aniqlang, hujjatni to'g'rilang, ariza bering va o'z huquqingizni biling. Men sizga eng muhim maslahatni yana bir bor aytaman. Bugunoq pensioner yaqinlaringizning kartasi muddatini, pasport ma'lumotini va ishonchnomasini tekshiring. Bu oddiy ish keyinchalik katta ovora, navbat, asab va kechikkan to'lovlarning oldini oladi. Sizning hududingizda pensiya to'lovi bo'yicha qanday muammolar uchrayapti? Pensiya vaqtida tushyaptimi yoki kechikishlar bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring.